Ko'hna va betakror Xiva shahri navbatdagi nufuzli xalqaro sport musobaqasiga mezbonlik qilmoqda. 12-14 iyun kunlari buyuk mutafakkir Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan 6 Strongman Games xalqaro turniri bo'lib o'tadi. Har yili an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan mazkur musobaqada bu yil dunyoning 16 ta mamlakatdan tashrif buyurgan 18 nafar eng kuchli bahodir o'zaro kuch sinashmoqda. Musobaqa oldidan sportchilar uchun maxsus brifing tashkil etildi. Unda Xorazm viloyati hokimligi, Butunjahon Strongman Federatsiyasi rahbariyati hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Brifing davomida ishtirokchilarga musobaqa reglamenti, xavfsizlik qoidalari hamda turnir dasturidan o'rin olgan 7 ta shart bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, musobaqaning muhim jarayonlaridan biri bo'lgan qur'a tashlash marosimi ham o'tkazildi. Natijada sportchilar bellashuvlarni qay tartibda boshlashi aniqlandi. Men birinchi bor O'zbekistonga keldim va birinchi bor go'zal Xivadagi musobaqada ishtirok etyapman. Hali turnir boshlanmasidan oldin uni juda qiziq o'tishini taxmin qilyapman. Hech kimga oson bo'lmaydi albatta. Shartlar bilan tanishib chiqdim. Endi ularni bajarishga bel bog'laymiz. Bahslarda barchaga omad tilayman. Turnir oldidan bahodirlar Xivaning zamonaviy turistik markazlaridan biri bo'lgan Arda Xiva majmuasiga tashrif buyurishdi. U yerda muzeylar faoliyati bilan tanishib, sharshara va boshqa diqqatga sazovor maskanlarni tomosha qilishdi. Shuningdek, qayiqlarda sayr qilib, Xivaning sayyohlik salohiyati bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Yana Xivada mana shunday ajoyib turnirda ishtirok etayotganimdan xursandman. O'tgan yillari qo'lga kiritilgan natijalarni bu safar birmuncha yaxshilab sovrindorlar qatoridan joy olish uchun astoydil harakat qilamiz. To'g'ri, bu oson bo'lmaydi, biroq biz bunga tayyormiz. Har bir mashq bo'yicha yetarlicha tajriba bor. Bu esa eng asosiysi. Ha, bu yil debyut qilayotgan yigitlar bor, lekin ular ham o'zlarini eng yaxshi tomondan ko'rsatishiga shubham yo'q. Asosiysi jarohatlarsiz va yaxshi kayfiyatda musobaqani o'tkazib olish. Xorazm viloyat hokimligi tomonidan musobaqa ishtirokchilariga viloyatning milliy qadriyatlaridan biri sanalgan cho'g'irma sovg'a qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu yilgi turnir avvalgilariga nisbatan murosasiz va qiziqarli o'tishi kutilmoqda. Sababi musobaqada ilk bor qatnashayotgan sportchilar orasida ham kuchli va istiqbolli bahodirlar talaygina. Pahlavon Mahmud yurtida o'tayotgan ushbu xalqaro musobaqa nafaqat sportchilar uchun kuch va mahorat sinovi, balki Xivaning boy tarixi, madaniyati va turizm salohiyatini dunyoga namoyish etish uchun ham muhim maydon bo'lib xizmat qilmoqda.